Bahror akani tug'ilgan kunlarda nech pulga tushganlarini gaplashamiz. Har doimgidek bozorni Aleskiydan boshladik. Sirni lavka do'kondan har doimgidek kerakli mahsulotlarni olib, uyga yo'l oldik. Aka ovqatga nima qilib beraysan, bolalarni bo'ynini sindiradigandan qilib bering dedilar. Bo'ldi deb dumboyo sariyolaga bo'yinni ham bosib. Kurudagi bolalar jakrevetgan yaxshi ko'rishar ekan, orada uni ham tiqordik. Xalotning salatlardan yumshoqqina viruskadan sayqib berdik. Ko'rayotgan posuda stol aksent hammasi bizadan bo'ldi. Mabodo uylarda o'zinglarni posudali bo'lsa, unga ham chiroyli qilib beramiz. Stollarga suv payti ortiqcha narsani qo'ymadik. Birinchisiga akroshkadan boshladik. Krevetkani taxlan turishini ko'rasizlarmi? Bitta vaqt bosib qo'yasizlar. Stollar ham tayyor. Ko'rayotganingizdek har xil sir misoylar qo'yib, stolni achitib tashlamaydi. Bunaqa jazirama issiqda takoy nejniy fruktalar bilan kutib olish kerak. Stolga qo'yiladigan suvlardan nahtaxtaning tasiydan yaxshisini topaman. Aytgancha bolalar kelishiga ice tea magitalar ham qilib berdik. Bolalarimiz kelib o'tirishi bilan assiqqina somsa bilan svejiy salatlarni berishni boshladi. Salatlardan keyin muzdekini akroshkaga endi yetsam. Terlab pishib qaynoq ovqatdan ko'ra muzdekini akroshka ketadi-yu. Agar yaqin o'rtada sizlarni ham shunaqa nozik mehmoningiz bo'lsa, bemalol bizga ishon topshirsangiz bo'ladi. Okam emosiyalardan qonalari juda ham ochib ketgani bilindi. 20 ta qizlarni tashlab, ularning xizmatida bo'lganimizga okam ishonmayapti. Orada sushi ham Izzat akamdan shunaqa karablda sushilik keldi. Ketidan qarsillama krevetkalarimizni kirgizib, gap bilan bo'lib bo'yinimiz pishganini ham bilmay qolamiz. Bozorliklarga nech pul ketganini kommentariyalarda yozib qoldiringlar. Bolalar yegan ovqatinglardan qaysi birini yoqqanini aytib orasizlar hammaga xayr.